Ey ahli Buxoro, farmon oliy, Ipak yo'li bo'yidagi dovrug'i olamga mashhur qadimiy Buxoroy sharifda, Madinatut Tujjorda xalqaro an'anaviy Ipak va ziravorlar festivali o'tkazilsin. Yamandan dur gavhar, Qashqardan mushka ambar, Ajamdan xelu dolchin, Arabdan bir qop oltin, Chindan chinlik piyola, Farangdan xushbo'y lola, Damashqdan zangori gilam, Hirotdan o'tkir qalam, Ko'nyodan qalampir, Hindistondan tilla zanjir, Attusdan ming duri yoqut, Balxdan marjon bir juft tut. Oltinchi, 7-chi, 8-chi sanalarda Buxoroning barcha go'shalarida dunyoning 7 iqlimidan jamiki mehmonlarni taklif qilamiz. Marhamat, tashrif buyuringlar.